O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti Farg'ona viloyat kengashi tasarrufidagi Toshloq tumani o'quv-sport texnika klubining avtodromi foydalanishga topshirildi. Zamonaviy talablarga mos ravishda bunyod etilgan majmuaning ochilish tadbiri tafsilotlari navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan. Marosimda so'z olganlar vatanparvar tashkiloti yoshlarimiz hayotida muhim o'rin tutishi, ularga berilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalanishi va tashkilot tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar kelgusida natija berishiga ishonch bildirdilar. Bugungi kunga kelib respublika bo'yicha 26 ta avtodrom qurilgan bo'lsa, shuni ikkitasi Farg'onada va shundan bittasi mana shu Toshloq tumanida. Aynan Toshloq tumanini tanlab olinishining sababi birinchidan viloyatdagi agar uni masofa jihatidan oladigan bo'lsak, unga yaqin joylashgan tumanlarni ta'minlash imkoniyati bor. Tadbirda nafaqat avtodrom, balki uning faoliyatini ta'minlaydigan yangi texnik baza ham ishga tushmoqda. Jumladan 2025-yil davomida vatanparvar tashkiloti Farg'ona viloyati tizimida quyi tashkilotlar texnik bazasini rivojlantirish yo'lida jami 51 ta yangi zamonaviy yengil va yuk avtomobillari xarid qilingan bo'lib, shulardan bir nechtasi ilg'or o'qituvchi murabbiylarga topshirildi.